Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Siz hozir me'moriy go'zallik va qulaylik uyg'unlashgan bir loyihaning taqdimotini tomosha qilmoqdasiz. Bu orzularingizdagi uyga olib boradigan birinchi qadam. Videoni boshlashdan oldin like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Zamonaviy dizayn. Qulay joylashuv. Ikki oila uchun yaratilgan ideal makon, birta oila uchun ham mos keladi. 21-90 cm uzunlik va 8-30 cm kenglikda betakror uy loyihasi. Loyihamizda ikki tarafida ikkita bir xil mehmonxona mavjud, kirib chiqish eshigi alohida va bu mehmonxonalar uzunligi 7,5, eni esa 3,5 dan tashkil topgan. Chap tomonimizda 3,5 ga 80 cm kirish koridori mavjud va bu koridordan tuguri yotoqxonaga kiriladi. Bu tort 80 ga 3,5 ni tashkil etadi. O'ng tomonda esa 80 ga 30 cm kirish koridori 20 ga 30 cm yotoqxona va 3 ga 30 cm bolalar xonasi mavjud. Ikkala xonadonni bog'lovchi markaz, yopiq garaj. Bu yerda sizning avtomobilingiz xavfsiz va quruq turadi. Oldi ochiq, orqa tarafida esa darvozaxona mavjud. Old tomondagi yashil maydon va suv havzasi uyingizga hashamat qo'shadi. Ruhni tetiklashtiradi. Farzandlar uchun quvonch, kattalar uchun bo'shashish manbai. Bu shunchaki uy emas. Bu baxtli hayot boshlanadigan joy. Orzularga yetaklaydigan loyiha. Agar siz ham shunday uydan orzu qilsangiz, biz bilan qoling. Videoga like bosing, fikrlaringizni yozing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yaqinda yanada ajoyib loyihalar bilan qaytamiz. Rahmat sizga.